Java dasturlash tilida bitli amallar. Ma'lumki, har qanday ma'lumot bitlar ko'rinishida xotirada saqlanadi. Dasturlash jarayonida har bir bitni o'zgartirish kerak bo'ladi. Bunday jarayonda bitli amallardan foydalaniladi. Masalan, bitli yo'q amali. Bitli yo'q amal orqali xotirada joylashgan qiymatlarni, ya'ni 0 ni 1 ga, 1 ni 0 ga o'zgartirishimiz mumkin. Keling, buni misolda ko'raylik. Yangi dastur yaratamiz. Java dastur dars public static void main. Aytaylik, bizda qiymat bor. Int turida int a tenglik 4 ga. 4 ning bitlar ko'rinishidagi qiymatlarni chiqaraylik. Buning uchun integer klassidan foydalanamiz. Integer to binary string, ya'ni ikkilik sanoq sistemasidagi satr ko'rinishida chiqarmoqdamiz. A deymiz. Hozir ushbu dasturimiz bizga 4 sonli bit ko'rinishida qanday bo'ladi? Mana ikkilik sanoq sistemasida, ya'ni 100 bo'lyapti. Endi a ga aytaylik qo'llaydigan bo'lsak, bitli yo'q natijamiz quyidagicha bo'ladi. Mana, ya'ni xotiradan intda ma'lumki 32 bit ajratiladi. Mana bu birdan keyin yana bir qancha nollar, ya'ni qolgan yuqori bitlar nollar bilan to'ldirilgan. Shu sababli nollar bizda 1 ga aylandi. 1 esa mana 0 ga aylanayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bitli va, ya'ni ikkita son kerak bo'ladi. Endi ikkita sonimiz bor. Aytaylik, int b'imiz teng bo'lsin 4 ga, c'imiz teng bo'lsin aytaylik 3 ga. Va amali har bitta bitlarni tekshiradi va agar 1 ga 1 bo'lsa 1, qolgan hollarda 0 ga teng bo'ladi. Hop, ikkalasini qiymatini aytaylik chiqaramiz ekranga. Cout deymiz, integer to binary string s. Xuddi shunday b, keyin c'ni chiqaramiz. Mana ikkalasini qiymatlari bitli ko'rinishda qanday bo'ladi va ularda bitli amal bajarganimizdan keyin, masalan, b teng bo'lsin b va s deb oladigan bo'lsak, hop, natijadan yana bni ekranga chiqaramiz. Ishga tushiradigan bo'lsak, mana 0 ni qiymat chiqyapti. Ya'ni mana bu yerda mana kichik bir bitimiz, ya'ni 4 bo'lganda 0 ga teng, 0 ga 1 bizda 0 ni beradi. Keyin ikkinchi bitimiz 0 ga teng 4 da, bu 1 ga teng bo'lganligi uchun bu ham 0. Bundan keyingi bitlar ham 0 bo'lganligi uchun va amalni qo'yganimizda bizga 0 bermayapti. Boshqa qiymat beraylik. Aytaylik 7, masalan, ishga tushiradigan bo'lsak, mana 7 qiymatida 4 ni ikkili sanoq sistemasida ko'rinishi quyidagicha, 7 ni esa quyidagicha. Va har bitta bitini tekshiramiz. Masalan, 1 0 ni beradi bizga, 0 1 bundan 0 bo'ladi va 1 1 va amalda 1 ni beradi. Bu
va amali. Keyingisi bitli yoki quyidagicha ishlaydi. Hech bo'lmaganda ikkalasidan biri, ya'ni ikkita sondan biri ning betida mos betida aytaylik 1 bo'lsa 1, hech bo'lmaganda bittasida 1 bo'lganda 1, qolgan hollarda, ya'ni ikkalasi ham 0 bo'lganda 0 qiymat qaytaradi. Aytaylik shu dasturimizni bitli yokiga o'zgartiradigan bo'lsak, natija 1 ya'ni 7 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Nima sababdan? Ya'ni 0 1, ya'ni 0 1 bo'lganda 1 ga teng, hech bo'lmaganda bittasi 1 bo'lishi kerak. 0 1 bunday holatda ham 1 ga teng, 1 1 bo'lganda 1 ga teng. Shuning sababli quyidagi son kelmoqda. Boshqa sonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, sayimiz 2 ga teng bo'lganda deylik. Mana birinchi qiymat, ya'ni birinchi bitlarimiz 0 0 bo'lgani uchun 0, keyingisi ikkinchi bitimiz birinchi sonda 0, keyingisida 1 bo'lgani uchun 0. Bu 1 ni beradi va bundan keyingisi ham 1 0. Shu sababli 1 0 bo'ladi. Bu bitli yoki amali edi. Xo'p, keyingisi bitli xor amali. Bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin. Bitli xor amali ikkalasining qiymati ham 0 0 bo'lganda 0 hamda 1 1 bo'lganda 0, qolgan holatlarda esa 1 ga teng. Keling, xor amalni qo'llaymiz. Xor amalni qo'llaganimizda natijamiz 110 ga teng bo'lyapti. Ya'ni birinchi qismi 0, birinchi bitlarimiz 0 0 bo'lganligi uchun, ikkalasi bir xil bo'lganligi uchun 0. Keyingi bitimiz, ya'ni ikkinchi bitimiz birinchisi 0, ikkinchisi 1 bo'lganligi uchun 1 hamda uchinchi bitimiz 1 0 bo'lgani uchun shu sababli 1 bo'lmoqda. Xo'p, keyingi bitlar bilan ishlaydigan amalimiz bu unga sizish, ya'ni ishora bilan deyilgan, ya'ni biror bir sonni bitlarni unga surishingiz mumkin. Bu usulda ishora saqlanib qolinadi. Masalan, aytaylik biror bir sonimiz bor. Ayimiz 4 ga teng, to'g'rimi? Yo'q, boshqa son olaylik. Aytaylik deyimiz teng, int deyimiz teng 12. Hop, keling qiymatlarni chiqaramiz. Dni qiymatini. Keyin dni qiymatini masalan 2 xona suraylik unga va yana dni qiymatini ekranga chiqaramiz. Mana dni qiymati 1100, ya'ni bu ikkili sanoq sistemasida uni 2 xona unga sursak, ya'ni mana bu ketadi. Natijada bizda 11 qoladi. Mana agar sonimiz aytaylik minusdan bo'lsa, minusdan bo'lganda ishora ham saqlanadi. Mana minus bo'lganda mana bunday ko'rinishda, dastlabki ko'rinishi va uning 2 xona so'rilganida, mana 2 xona so'rganimizdan keyin mana uning qiymati quyidagi ko'rinishga keladi. Mana bu yerda ishora saqlanadi. Aytaylik o'sha sonning o'zini ham chiqaradigan bo'lsak, aytaylik dni o'zini ham chiqaradigan bo'lsak,
hozir bu sonimiz minusdan bo'lganligi uchun natijada ham minuslar chiqadi. Mana -3 aytaylik, agar bu ishorasi bo'lmasa, ya'ni minus bo'lmasa, mana natijada ham minusdan bo'lmagan son chiqadi. Ya'ni bu yerda unga surishda ishora saqlanib qolinadi. Ikkinchi usuli bor, bu unga siljish. Bu yerda ishora saqlanmaydi. Mana 3 ta qiladigan bo'lsak, o'sha qiymat bo'ladi. Bu ishorali siz sonlarda ko'rinmasligi mumkin, lekin ishorali son bo'lganda bu farqi ko'rinadi. Masalan, minus qo'yadigan bo'lsak, mana boshqa son chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu ishorasiz son bo'lganligi. Mana boshqa son. Mana bu yerda o'zi nollar bor, 2 ta nol. Bu yerda yo'q bo'lgani sababli ko'rinmayapti. Aslida bu yerda yana 2 ta nol bor. Bu ishorali eslab qolmaydi. Mana boshqa son, ya'ni minusdan emas, plyusdan musbat sonni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu o'ngga siljish va chapga siljish. Bu yerda chapga siljganda keyingi siljilgan harfda bo'sh qolgan yacheykalarga o'sha nollar bilan to'ldiriladi. Aytaylik, bunday ko'rinishda yozadigan bo'lsak, mana bizda minus 12 sonimiz bor. Uni o'ngga surganimizdan keyin 2 xona mana 2 ta nol qo'shilishini ko'rmoqdamiz. Bu minus 48 hisoblanadi. O'ngga siljitish, o'ngga yoki chapga siljitish bu 2 ning darajasiga ko'paytirish yoki 2 ning darajasiga kamaytirish tushunchalari bilan o'zaro mutanosib hisoblanadi. Agar masalan chapga siljitadigan bo'lsak, 2 ning darajasiga ko'paytiradiganmiz, ya'ni 2 ning ikkinchisi bu 4, minus 12 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, natija minus 48 ga teng. Yoki aytaylik, chapga siljitadigan bo'lsak, unga siljitadigan bo'lsak, masalan 2 ni bo'lamiz, ya'ni 2 ning ikkinchi darajasi bu 4 ga teng. 12 ni 4 ga bo'lsak 3 natija chiqadi. Shu orqali ham o'sha bitlarni siljitish orqali ham ko'paytirish bo'lish amallarini tezroq bajarish mumkin. Bundan tashqari, mantiqiy bitli amallarning qisqartirma ko'rinishlari bor. Xuddi arifmetik amallar kabi bu yerda ham qisqartma shakllardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, bitli amallar ta'minlash bilan siljitish amallari ta'minlash bilan ko'rinishlari mavjud.